O'zbekistonda dadasiz o'sishda ham yaxshi taraflari bor. Misol uchun, xohlasangiz armiyaga bormaysiz. Sizga maktabdan bepul qanaqadir yordam kiyim beradi. Agar omadingiz chopib qolsa, hokim yordam puli berganda u bilan rasm tushasiz. Ishonmaysiz, bir marta dadam yo'qligi uchun faxriylik berishgan. O'zi munosabatlaringiz qanaqa? Ota-onasi o'sgan bolalarga yaxshi yoki yomon qanaqa? Nimaga yaxshi? Birdan yaxshi bo'lib qolasizlar. Bizlarga mehribonlik qilishni boshlaysiz. E'tibor berishni boshlaysiz. Bu bizga yoqmaydi. Qaysi qarindoshimga borsam menga go'sht ovqat beradi-da. Eski kiyimlarini siz dadangiz vafot etgan bo'lsa, u dunyodagi eng yaxshi odam bo'ladi O'zbekistonda. Rostdan, siz dadangiz vafot etgan bo'lsa, rosta kelasiz. Kimni o'g'li bo'lasiz? Dilshod akani qayerda ishlaydi? Yo, hozir dadam vafot etgan desam, dadangiz yaxshi inson edi. Lekin menga eng alam qiladigan bu gapni 2004-yil bola aytayapti-da. O'zbekiston